Pensionerlar uchun ajoyib xushxabar. 1-martdan pensiyada katta o'zgarishlar bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha kompleks dastur ishlab chiqiladi. O'zbekistonda ilg'or xorijiy tajriba asosida davlat pensiya ta'minoti tizimining samaradorligini oshirish maqsadida pensiya tizimini isloh qilishni nazarda tutuvchi kompleks dastur ishlab chiqiladi. Prezident farmoni bilan tasdiqlangan 2026-yil uchun davlat dasturida qayd etilishicha, yil yakuniga qadar ishlab chiqiladigan kompleks dasturida quyidagilar nazarda tutiladi. Amaldagi jamg'arib boriladigan pensiya tizimini qayta ko'rib chiqish, pensiya jamg'armalarini kapitallashtirishning samarali mexanizmlarini joriy qilish, pensiya jamg'arma mablag'larini samarali safarbar qilish va uzoq muddatli investitsiyaga yo'naltirish mexanizmlarini joriy qilish orqali kapital bozorini rivojlantirish, barqaror pensiya tizimini yaratish bo'yicha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzurida xalqaro konsultantlardan iborat bo'lgan loyiha ofisini tashkil qilish, hujjat bilan 2026-yil iyulga qadar pensiyalardan chegirma qilingandan so'ng pensionerga to'lanadigan pensiya miqdori rasman belgilangan, eng kam iste'mol xarajatlardan oz bo'lmasligi nazarda tutuvchi qonun loyihasini tayyorlash rejalashtirilgan. Mazkur qonun bilan esa fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilib, har oylik chegirmalar miqdori pensiyaning 50% dan oshishi mumkin emasligi, chegirma qo'llangandan so'ng pensionerga to'lanadigan pensiya miqdori rasman belgilangan, eng kam iste'mol xarajatlardan oz bo'lishiga yo'l qo'yilmasligi belgilanadi. Shuningdek, sentyabrgacha ayrim davlat xizmatlarini ahvoli va tadbirkorlik subyektlarining murojaatisiz proaktiv shakl holatlari organlarning tashabbusi asosida ko'rsatishini yo'lga qo'yish bo'yicha normativ-huquqiy hujjat loyihasi tayyorlanadi. Loyihada ayrim davlat xizmatlarini vakolatli organlarning tashabbusi asosida ko'rsatishni yo'lga qo'yish nazarda tutiladi. Xususan, pensiya yoshiga yetgan shaxslarga shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'idagi mablag'lar ularning murojaatisiz beriladi. Davlat OTMida o'qishga qabul qilingan, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan talabalar, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar farzandlari, 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan talabalar turar joyiga qabul qilinganligi bo'yicha yo'llanma ham proaktiv tarzda beriladi. O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini oshirish ham rejalashtirilmoqda. 2025-yilning oktyabrida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Murodbek Otajonov pensiya islohoti loyihasiga ko'ra erkaklar uchun pensiya yoshini 60 yoshdan 63 yoshga, ayollar uchun esa 55 yoshdan 58 yoshga oshirish taklif qilinayotgani, bundan pensiya yoshini oshirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi har yili yarim yildan qo'shib borilishi aytganda, deyiladi xabarda.